Pulu var bunun, pulu. Kvadratı 405 olma işleniyordu bunu. Bunu Xorazmchilar işledi. Bunlar dahshat desam bo'ladi, joy desang. Bir döşek ilkamiz katta. Doya qachon döşemiz buni? Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Keyingi joyimizga keldik. Ko'p vaqtdan beri joy remont temasi bo'yicha chiqmindirdik. Tabrik loyiha shu bilan cho'lashib yurdik. Joylarimiz remontlari dum ko'p bo'lib ketdi. Ustidan etmedik video chiqarib, bog'lasa ichamda ko'rsatamiz sizlarga batafsil. Bismillah. Ne Xudo xolasak, bu Maxsim Görkmi Adakaytmi? Adakaytda ishladik, ko'p böyle kellalarni cho'lashib ketadi. Bu o'zlari qo'ygan ekan, uni ustiga ketib, bize keyin taqab berdik. Shu aboylarni yopishtirib, dekorativni daraxtlarni qo'yib berdik, birlarini akkuratlatib, lentalari bilan patologlari to'g'ri ishlandi. Beramdan to'g'ri ishlanibdi, lampochalar qattimda. Lampochalarni o'zimiz qo'yamiz dedi, lyustrasi bilan da. Hali eshiklar ham gapiribdi bering, eshikka endi ham zo'r video bo'ladi. Bu eshiklarning o'zi примерно 44 million bo'ladi. Ichki eshik kelajakini bilinmay, daborlari bilan keladi bellarni. Bir aboy bo'ldi. Shu aziyatlardan topolmaymiz hozir. Shu aziyatlar bu moda bo'lib ketdi. Arz joylar ham so'rab turibdi, shu aziyatlar yo'q. Rasmini ko'rsatganman, hech yerda topolmayapti. Tutmaydi tamomini, gerek bo'ladigan bo'lsa, ko'plar hozir pechatini ham bosib beribdi buni. Xolasangiz rasmini ham bosib beradi. Aboylari bo'ldi, gipsokardonlari qaqilib turadi deb, shpagovkadan chiqarib, oq fon berdik. Lampochka lyustralarni qistirsa, dahshat joy bo'ladi, bellarni dushasalar. Aboylarni ishlab berdik, so'nggi 3D pechat aboylardan ko'rib turibdi. Yana o'tsangiz bo'ladi, yana o'tsangiz ham bo'ladi. Yerlarni. Biz zo'r tashattlar ekan, dahshat bo'ldi. Story taqmadi-da. Story taq. Bu kanalın maqsadi adını bo'lish maqsadida buni qo'ydikda, ham vid bersin degan maqsadda dahshat chiqdi bo'lar. Bir joyimiz, endi wow deydigan joyimiz. Bu yer kraskini o'zingiz urdinglarmi ya? Doim beni kraskini o'zingiz urdinglarmi? Ha? Çok kichik delangan. Bir gilamikamiz katta perdasi bilan. Bu joyimiz patologini o'xshib boshqacha idea berib tashlasa bo'ladi. Pulu var bunun, pulu. Kvadratı 405 so'mdan ishlanadi buni. Buni Xorazmchilar ishladi. Bu yerdagilar ishchilar ishlanmay, men görmem, bular Xorazmdan zakaz etdi. Polni materiali, polakisi ishlanadi 400 ming so'mdan. Bize so'radik. Atachentolarimiz bize ishladik. Gap atachentoga keldi. Atachentolar o'zimiz ishladik. Tegalarni qaranglar. Mana degan tegalari, ugullari bilan zavod o'zanlik katlayan film sürekli uygulana koyup verdik. Tiyagalarım şundan. Pəsləndə plintisları bilen. Bunun kvadratı 125 ondan. Usta hakkı degan materialı bilen. Usta hakkı 125 ondan kvadratı. İçinde bataryaların içleri bilen boyap verdik. Bu bataryalar boyalarımız adliyini her bir işinin bir katın joyunun bataryası 80 ming so'mdan boyap verdiler bu onlar. Kompresörde işleri bilen sevip verdiler. Akkurat niyeti. Arkalarında atachento ekkelip onu atıp koydular. Atozlarıyla 90 gradus çıktı. Bataryalar, kraskiler özlerini şunun içinde verdik. Plintuslar besplatni, rozetki kasarı olsa besplatni. Bu dekor adını bak haber plasalar bu. Dekor plasamız bu. MDF'den işlengen bazı soğuk modeli geldi. İşi yüp serip alaveresizler bunu. Arğını bırlanlardan yapmaydı bu. 2 milim ve 1,5 milimlik bu. Arıqlar azyatlasa səlgini yuqarat bo'ladi. Bu o'zining holatini o'zi tutib turadi billanlarni. Daraxtlardan o'zina mos daraxtlarni olib, o'rtalaridan lentalarni qistirib, chotga ishlab berdik. Bu joyimizga beramiz endi. Doy bularni hammasini beda qo'yishsa yana kraskiga batırib. Bunlar dahshat desam bo'ladi, joy desang. Bir döşek ilkamiz katta. Doy qachon döşemiz buni? Tez arada döşemizi. Şöyle bir tane 55'lik televizor olsa çok gibi oladı verir. Bir jaluzi perdeleri bile akkuratni yaraşıp duruyor. Atachentolarni o'zimiz ishladik.
teyleri bilen uygullarından, zavod uygullardan geldi. Biz uygulun her bir uygul denesi 80 bin sondan, şu 80 bin, bu 80 bin sondan. Şu uygullarının özü. Ondan ki cümçüklarlar bilen bunları boyap çıktık. Yaldırak dursun degan maqsadda ata çentolarni o'zingiz baho berasiz. Nima yetmetmedik, joying skromni ko'rsatib tashlamaslik maqsadida akkuratlik ishlatib berdik. Ranglarni o'zimiz chiqardik, kompyuter chiqarmadi bu rangni. Rangni kompyuterga bersanglar ham pul berasizlar, quyib berganda, ishlab berganda. Biz o'zimiz ishladik buni rangini. Rangini baho berib qo'yasizlar shuning uchun. Ya ola bular chiqqani yo'q, akkuratlik bir xil tayyorlandi ranglar. Bu joy rang bo'lgani. Mela qurdimi da? Quribdi. Bu joy rang bo'lgani, patolo ham oq. Devori salina rang bergan o'xshaydimi? Devini bir o'zbekning nima? Jetta jopsalar meni. Beyanlarni ko'rsatamiz. Ergeneklarni baho berib qo'yasizlar. İçi ham mendan bo'yaldi bu akkuratniyat. Üçün joy egasi chop ketib chiqarib beringlar dedi. Akkuratniyat. Shuning uchun sizlarga topshirib turibman dedi. Patologlarni ko'ringlar, uyg'unlari, qirg'oqlari hech yeri sinmagan. Biz eshikka chiqqan. Bu yerda o'zlari montaj etib qo'ygan ekan, rozetkalarni. Hamma tok yo'llarini rozetka ishlab qo'ygan ekan. Aboylarni biz ishladik. Bu joy ham rang apelsin svetmi? Bu joyimiz salati. Adnatoni bolalar yatadan xona bo'ladi dedi. O'zimizdagi areallardan akkuratlik bo'lsin dedi. Endi oshxonamizga kelamiz. Oshxona dahshat bo'lib ketdi. Bu yerdan qarasanglar, aboylarim neobishni ishlangan aboylar. Eshiklariga esa dahshat ko'rsatadi. Bu yerdan mebellarga emas-da, yani. Mebellarga esa kafeler basılıp turibdi, arayanda kafelxonasini ishlab berdik. Kirmashin duradigan yeri bir fiyoleti svet, sinima shuning bo'lgani akkuratlik ishlab berdik. Çok kim oldu? Endi beyanları göremiz. Dahshat chiqdi. Beyan bir. Sizlardan shuning joy remontlari bo'ladigan bo'lsa, atachenta bo'ladimi, aboy bo'ladimi, maslahatlashib, kimga ishlasak bo'lsanglar, maslahat qo'yman desanglar, bemalol maslahat beramiz. Yo'q, men o'zim ishlataman desanglar, xudo xolasa bahorda zakaz etaverasizlar, zanitlab qo'yasizlarmi? Sizlar eldimdan $100 berib zanitat qo'yibdi. Bu 2 oydan beri zanitat qo'yadilar bular. Her etap paramız, oçurtma paramız. Joy ko'p zakaz, shuning uchun eldimdan telefon etasizlar, zakaz etasizlar. Hozir pashta endi sal salqin bo'lgani, zakazlarimiz sal ozaydi. Endi bundan keyin xudo xolasa videoni chiqarib bahorada shunday videolarni ko'rsatamiz. Sizlar o'zingiz fikrlaringizni qoldirasizlar kommentariyada. Joyni chiqdi, ideal darajasindami, yo'qmi? Joyning didini chiqdi, patologlar hammasini yozib qoldirasizlar. Yana yil başka aboy ishlanajak bo'lsa, atachenta ishlanajak bo'lsa, video davomida kuzatib boraverasizlar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha like, kommentariya, yaxshi fikrlaringizni qoldirasizlar. Usta kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimiz pastda turadi. Ana marhamat, sog' salomatlikda ko'rishguncha ketdik.